Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Musofir yurtdagilar, jamiki obunachilarimiz yana bir ehsonni egalariga topshirgani keldik. Aziz obunachilar, to'g'risi gap, kutilmagan joydan bir do'stimiz, sinfdoshimiz Jahongir ehsonga bozor qilgan ekanlar. Telefon qilib aytib qoldilar. Yunusxon, baribir sen bilasan bu narsalarni. Shuni tarqatib bergin deb xolis ehson, bir duo qildirib qo'y, boshqa degan yo'q. Egasiga yetib borsa bo'ldi, shuni o'zing bilib tarqatib ber degan uchun tarqatib yuribmiz. Yana bitta oilani oldiga kelganmiz. Mana bu uylar ekan. Aziz obunachilar, to'g'risi gap, hozir Asadbek jiyanim kirib ketdi. Videoga olib qo'yamiz, maylimi deb so'ragani kirdi. Agar mayli deysa olamiz, yo'qsam yana bitta xonadonga keldik. Bu yerda 10 kishilik bozorimiz bor. 10 ta xo'jalikka tarqatamiz deb niyat qilib qo'ygan ekan. Xo'p, aziz obunachilar, bu yerda bozorliklar bor, go'sht, hamma narsa bor, xudo xolasa. Tarqatib yuramiz. Tuxum, go'sht hammasini qilingan. Nima deylar Asadbek? Mayli dedilar, ular. Ol. Hammasidan olgina, qolib ketib qolmasin. Sekin ochgan to'kilib ketadi. Aziz obunachilar, ko'pchilik telefon qilib, ba'zi mahal telefon qilib so'rab turadi, nima ish qilyapsiz, nima bo'ldi, blogerchilik tugadimi degan savollar bo'ladi. Blogerchilik tugagan, ustachilik qilib yuryapmiz hozirgi kunda. O'zimiz asha akamlarga qo'shilib olganman. Mana ha deb ishlab turaman. Aziz obunachilar, mana shu xonadon. Akamlar ham shu yerda shekilli. Assalomu alaykum aka. So'msiz? Yaxshimisiz aka, tenjonsan, so'msiz. Shu ehson tarqatib yurdi bir qator kirib. Aka şeydilar kirayra? Normal aka. Video olaylarmi ehtiyot? Bemalol, qalbani faqat keltirib olaylik, to'xtab turdim. Mayli, hijolat yo'q aka. Qo'ymaysan, o'rnidan tura olmayman, men bordim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, so'msiz. Rahmat, Xudoga shukr. Asha ehson tarqatib yurdi aka. Joyingni sog' bo'lsin. Asha Asadbek. Asadbek bir aka borlar kiraylik dedi, mayli dedim. Joyingni sog' bo'lsin. Boy o'zlari ham ozgina joyga borib kelin dedim, borib keldilar. Nima bo'ldi aka oyoqqa? Yemirilishdan keyin operatsiya bo'ldi. Operatsiyadan keyin ana ko'mishga qo'ygan narsasi yiringlab ketib, qabul qilmaganda tana. Temirni qabul qilmasdan spesor qo'yildi, o'zi og'riqda harakatdan yo'qolib qoldi. Chiqarishmasa oyoqqa ham o'zim tushira olmayman, o'rnimdan tura olmayman. Asadbek, ikkita qo'shnilar ana Akram akaga qo'shni chiqib turadilar. Tenjonimiz. Asadbekning ham xabar bor. Okaga berilgan o'sha video chiqardilar ham-ku. Akram aka. Blogerlar. Yo'q, endi bloger masalalar yo'q, ana qiynalgan oilalarga o'qib beradilar, ashla chiqartganlar videoni. Mana shu 1-2 kun ichida o'z operatsiya ham bo'ladigan Toshkentda. Aka, men ham oldi shu o'qir yurib blogerlik qilib yurgandim. Shu bir 3-4 yil bo'lib qoldi, keyin nimadir sabablarga to'xtatilganda. Hammada har xil vaziyat, har xil holat bo'ladi-da. Keyin yana bitta oshnamiz farzandli bo'lgan ekan, oshna ehson tarqatib berdi dedi. To'g'ri, sog' bo'lsin. Jiyan aytib qoldi, tog'am asha kiraylovchi deb. Aka, ismingiz nima? Ulug'bek. Nechinchi yilsiz? Ulug'bek, Bag'dod Ibrohim deb chaqirib 91-yilman. 91. Ikkita bo'lib qolgan. Ma'lum sabablarga ko'ra. Aka, mana YouTube'da blogerlik qilganman oldinlari. Oldi effekt yaxshi edi, chunki bitta o'yi 1 oy, 1,5 oyda bitirganmiz-da. Shu 20 ming, 25 ming dollarlik o'ylarni bitirganmiz. Xudo xolasa mana videoni qo'yib qo'yamiz.
agar xohlasa. nima emas, va'da emas, xudo xohlasa bir harakat qilamiz aka. Bu boshlanishiga aniq bir nima deb bo'lmaydi-da. Endi shunaqa hammashda ham Alloh o'zi yordam berib, madad bermasa hech kim qo'ldan hech narsa kelmaydi. O'zi oyog'ida sim qo'yganmi aka? Yo'q. Simma suddaliga cho'pali cho'chimiz-ku, o'shani cho'pagiga o'xshagan narsa qo'yib qo'yilgan maxsus. Quymushdanmi? Yeringni tozalaydigan. Quymushga qo'yilgan. Yeringni tozalab o'zini ichiga oladigan narsa qo'yib qo'yilgan-da. Spacer deydi uni. O'zingiz yashaysizmi aka uyda? 2023-yildan o'zimman. Uzun. Bolalar yo'q. Xotin bilan ajrashib ketganmiz. Kasallik, mana kasal bo'lib. Bolalarni olib ketgan. Ikkita farzandim bor. Bir o'g'il, bir qiz. Nasib nima haliga Shuklar ham bor aka. sinovda aka, sinov. Alloh taolo ham suygan bandasiga dard beradi, sinov beradi. Bir dunyoda sinovdamiz hammamiz. Shunaqa. Sinovdan o'tganlar, o'tmaganlar o'zini ko'rib turibsizlar-ku. Har kuni ko'chada sizlar bilasizlar. Ha, shunaqa. Endi bizni ko'proq musofir yurtdagilar kuzatyapti. Keyin shu yerda ham bir obunachilarimiz bor. Tinchaymi, sog' bo'lsin. Namanganda juda ko'p obunachilarimiz bor. Xudo xolasa bir so'rab qolamiz. Aziz obunachilar, bitta Namangan emas, juda ko'p joydan kuzatasizlar. Nimadir yordam bo'ladigan bo'lsa. Nima narsa? Yo'q, magazindan. Nima? Shu berib ketgandilar. Apki bergan Asadbek. Yo'q, olib beraman. Deyapki beradi endi. O'zi-ku mana bo'lib, odam ko'payib ketsa ishdan chiqib qoladi. Ha. Tejan sog' bo'lsin, telefon qilishimga nima xizmat deb turadi. Ishda o'ylanguncha biz ham oyoqqa turib olsak. Ya, Xudo xolasa. Aka Alloh shifo bersin, Xudo xolasa. Rahmat. Tejan sog' bo'lsin. Bizni kuzatadiganlar ko'p. Aloqa chiqsa, nimadir yangilik bo'lsa, aka, xolisga kelaman. Agar endi Noumid shayton biz ham endi tasodifan jiyan aytib qoldi, kelgan joyimiz aka. Meni o'tim aka Yunusxon meni ismim. Xudo xolasa. Bitta endi ko'rib turibman, nima qilmaymiz. Kelib turamiz, Xudo xolasa aka. Bu Asadbek jiyan yaxshi tanirkasiz. Ha, qo'shilishgan kishi bilan. Asadbek. O'chirmaydim, gapiring aka. U bu kerak. Aziz obunachilar, boya gapchalar qolib ketdi. Akamizni gaplarini bo'lmaydi dedim. Biz butun O'zbekistondan kuzatishadi. Boya jicha noto'g'ri gap ketdi. Namangan, Farg'ona, Andijon, Voha tomonlardan ham ko'pchilik bor. Aziz obunachilar, kimdandir nimadir yordam tegib qoladi. Akamiz bir xona uyda o'tirar ekanlar. Ko'rib turibsizlar, endi ko'p gapirtirmadim. Farzandlari, ayollar ketib qolgan ekan mana shu xonadonda. Mana shu xonadonda o'zlari yashar ekanlar. Uy holatini ham ko'rdinglar. Nimadir yordam bo'lsa, yordamingni ayamasani bir qator yordam qilsani xursand bo'lamiz. Aziz obunachilar, o'sha eski nomerdaman 93 955 27 00 nomerim. Akani to'g'risi gap kartalarni qo'yishga ham va'da bera olmayman. Anchadan beri video yurg'izmayotganman. Menda karta yo'q. Shu nomerga telefon qilsani, Xudo xolasa, qanaqadir yordam bo'lsa, yordam beramiz. Aziz obunachilar, Toshkentga chiqqani, operatsiyaga chiqqani pullari ham yo'q ekan. Videodan tashqari holatda aytdilar bu gapni. Kimdir qancha ehsoni bo'lsa, yetkazib qo'yamiz, Xudo xolasa. Aziz obunachilar, xayr, sog' va salomat bo'linglar.